Ne gap sizlar yangi kafeda? O'tgan safar aytding bir xalqqa bir foydali bir kissasini o'ylagan holda bir yangilik qilaman deding. Bu safar tushuntirib bersang, bu yangilik qilacaksın. Masalan bize 12'den 14'ünün şu iş xodimlarni maktabdagi, idoralardagi, shu obed vaqtini doğrulab dastavka eğer 50 ming so'mga yetse ya 50 ming so'mdan o'tsa, dastavkaning narxi bize dastavkani mutuna qilib beramiz. Necha bo'ladi u? Nerdan nergacha? Sentrda chimay axir. Sentrning ichidagi idoralar eğer yine şurada bir iki maktablardan, sal bir uzoqroqdagi yine bir iki idoralardan tushib qo'ysa, bu ham xizmatlarimizni dum arzonlatib bitirib beramiz, xudo xolasa, dastavka pullarini. Eğer uzoqroqdan tushib qo'ygan taqdirda. Mana yana gaplashaverasizlar, ha? Mana gaplashaveramiz, lekin xudo xolasa. Asosan lekin sentrdachi bepul, ha? Sentrning ichi idoralar uchun, ish xodimlari uchun bepul. Ha. Aynan nima narsalar masalan? Masalan, siz yine menuda görəsiz, bir shaverma, bir cheese. Kami 50 ming so'm bo'lish kerak, ha? Kami 50 ming so'm. Bir shaverma, bir cheese'ingiz ham уже 50 ming so'mdan o'tadi. Biz sizga dastavkasini mut qilib beramiz. Masalan, pizza yeysizlarmi, cheese aldiracaqmisizlar? Shu kami 50 ming so'm bo'lishi. Sizlar idora tashkilotida o'tirasizlarmi, nerada o'tirgan bo'lsangiz, sentrda ichida bo'lsangiz, bepul dastavka xizmatini yo'lga qo'yibdilar. Ajoyib, zo'r gap. Apart shu obed vaqti, ha? Obedgacha. Shu obed 12dan soat 2gacha xizmat qiladi. Shu atrofda, ha? Xudo xolasa tez, issiz sifatlatib yetirib beramiz. Dastavkasi bepul ana. Zo'r gap. 5-6 odam bo'lib o'tirib bemalol pizza zakaz etaversa, pizzasi eng zo'r zakonli narsalarni qo'shib tayyorlaydilar bu yerda. O'zingiz bilasizlar, bu yangi kafeda antiqa bir yo'q narsalarni qiladilar-da, xullas. Xudo xolasa, shu yo'q narsalardan umuman dum kamerada ko'radigan narsalardan birisini sizga ko'rsataman. Bu pizzalarimizga qo'shiladigan dabovkalar, yana men uni iberlab ko'rsangiz bo'ladi. Yana ish narsalarni bugun sizga xudo xolasa qo'shimchalar, ha? Ko'rsatib tushuntirib beramiz. Qo'shimchalar hammasini tushuntirib beramiz. Yana hozir pizzamiz ham hozir kelyapti. Yaxshi. Pizzani mana buni irib ketibdi, bunday emas edi o'zingiga. Bu siz buni hozir o'zingiz olib bir yeb ko'ring. Bu yerda dabovkalar bor. Bu pizzamiz dabovkalardan tashkil topgan. Masalan, yana buni siri 2 barobar. Keyin buni beri dum sekretni siz o'zingiz bir yeb ko'ringizdan keyin xudo xolasa ko'rsatamiz hozir. Buna nima bo'lib qo'shilgan o'zi? Bu hozir bu har qanday pizza, bu prosta hozir bizlarimiz sizga go'shtli tovuq pizzadan foydalanibmiz. Lekin buni chetida hozir o'zingiz bir yeb ko'ring, o'zingiz hayron qolasiz. Buni yonida yana nima bor? Buni yonida yana bizning 4 xil narsamiz bor. Dabovkaga qo'shsa bo'ladi. Jalapeno, eğer og'izni ojitib, og'izni o'tini chiqarib yeman desangiz ham. Yani bu narsa bu barbekü sos bo'ladi. Ya bu o'zi bu ketchupimizga gap. Xalasangiz buni yanında qo'shib berishingiz mumkin. Keyin bu chesnochniy sos. Klientlarimizga dum yoqadi. Bu sirniy sos. Sirniy sosdan pizza bilan yeydigan odamlar ko'p. Keyin bizning barbekü sosimiz ham bor. Barbekü sosimizdan ham polniy aytsangizlar biz sizlarga tayyor holatda kelib beramiz. Xalasangizlar ustuna solib beramiz. Xalasangizlar bo'lak-bo'lak etib ishlaydigan sos yechishalarimizdan bo'ladi. Eğer dastavka desangizlar ham bular ham dastavkalarimizda bor. Xalasangizlar o'zlarining maxsus bo'lgan idishlarida hech qanday seri oqmay, cho'tka deb, akkurat etib yetirib beramiz. Endi siz bu pizzani bir dotib ko'ring yog'an chetlari bilan astan. Issiqxona ekan bu. Mana cho'zilishini qaranglar. Mana. Sir dabovka. Siraman deb oddiy prostoy sir emas bu asli. Chistay shu pizzani sirlaridan dahshat. Ketadi-ku deb yurasanmi, ne? Jigarlarim. Nereden ko'rib turgan bo'lsangiz ham hammaga yaqinlashdaqa uzr sizlardan appetit ochib berdim. Ajoyib. Hamma sehri bu pizzani shu oxirina kelganingizda xudo xolasa. İki hissa sirdan bu. Şöyle sirni jalga qo'shmadi. Bu eğer klientlarimiz sirni dum sevadi va inshaalloh bo'ladigan bo'lsa, problemasi yo'q, aytib beramiz. Mana shuni bir tishlasangiz aslan ko'rsatadi. Aynen. Bu içinde sosiskasi bo'ladi. Buni ko'pchilik klientlar Toshkentda borganda bir yeb ko'rgan bo'lsa mumkin. Endi o'zlarimizni uy yondan shu uyda o'tirib zakaz beraman kedim o'ng'aylatib zo'kirman.
Unda barga şöyle tushuntirib bering mi? Beri nova nana bir şiş bir qara ekan desam, hurmatli do'stlar, hayron bo'lmanglar. Beri ne bunaqa? 1 2 3 4 5 tane 6 tane yerine sosiska qo'yiladi ekan mana. Hozir bir tushlaydim, shunda sosiska qo'yibdi отдельный. Ha. Tövbelerge sıyır kalbası yana mesela koyuladı. Atrafına mı ne? Çiş turganda sosiska qo'yilgan ekan. Issiqdan ben ham ketaveradi. Ha. Bu bizani dağınıqan hər bir bizani klientlərimiz bilədi. Bu sosiska addi 2 so'mlik, danası 1000 so'mlik sosiskalar emas. Haqiqiy ko'p odamlar Kanada sosiska deb sotib o'tirgan hot-doglarga qo'shiladigan sosiskadan biz hech pisani chetdan qo'yib qo'yibmiz. Ne bir adamlar biladi biz ha. Bir odamlar biladi. To'g'ri, hammamizdan tavsiya qilaman. Kenglar hazreti bichinglar dastavka qildiringlar. Ish vaqtlaringiz nechaga o'tib turibdi hozir? Shu azanqi 11dan kechki 11gacha polniy dastavka va xizmatdamiz. Pizza yeyish uchun Urganchga gurlanib ketavermanglar do'stlar. O'zlarimiz shu Yangi bozor tumanimizda bor. Hayron bo'lmanglar, nerda bor ekan pizza deb. Hammangizga shu bir-birlaringizga tashlab qo'ysangiz, mahallaning gruppasini yaqinlaringizga ulashsangiz, ana shu yaqin odamlaringiz kelib yeydi deyman, aytchaqmanda. Yangi kafemizning manzillarini yana bir vaqt tushuntirib o'taman, hurmatli do'stlar, bilmaganlar uchun. Toza Pojanini bilasizlar, Puska yo'lda. Shundan kelsangizlar, Dakansa kelaverasizlar, o'zi yo'lda ustunda bo'ladi. Grand o'quv markazining yonida g'ana joylashgan. Ana mana avvalgi ko'na rasmxonasi bor, shuni ham boshida bo'ladi. Agar bu tarafdan kelsangizlar, Yangi bozor bozorini bilasizlar, ko'pir bo'ladi. Shundan Yangi bozor istirohat bog'i bo'ladi. Shundan Dakansa kelaversangizlar, o'ng qo'lda bo'ladi, yo'l ustunda. Avvalgi Batrang bilasizlar, Stroy market do'konini, shuni ham boshida bo'ladi. Yana necha tushuntiring, hurmatli do'stlar. Обязательно videoga like bosib, yaqin do'stlaringizga videoni tashlab qo'yasizlar. Hammangizga kattagan rahmat, sog' bo'linglar. Sizlar bilan men Ilya Qurbonov bo'ldi. Omon bo'lasizlar.